Hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun Yangibozor tumanimizning markazida yana bir kafe ish boshladi. Garizon kafe deb nom berildi bu yerga. Yangibozor tumanimizning markazida joylashgan bo'ladi. Bu tomonimiz Puska yo'l bo'ladi. Trotuarni bilasizlar, kelaverishda chap qo'lda bo'ladi. Yoki da sizlar Yangibozor istirohat bog'ini bilasizlar, shundan kelaversangiz o'ng qo'lda bo'ladi. 3 etaj zdaniya bo'ladi bu aslında. Shunda yangiliklar bor, ovqatlar bor. Kechirishda shular haqida sizlarga hozir to'liq videosini qo'yamiz. Sizlar просто istoriya etib qo'yayotirman. Ko'rib boraverasizlar videoni. Qarasizlar. Mana YouTube chiroyli etib ochib qo'yibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Shashliklari, hamma sharoitlari yaxshi ekan, xizmatlari. Bugundan ochildi bu yer do'stlar. Hammangiz kutaman, kelaverasizlar. Ammo yaqin do'stlaringizni tashlab qo'yinglar. Yangibozorda yangilik ko'p ko'rsatib o'tirman, xudo xolasa sizlarga. Puska yo'lda yanında beyağımız yaptığım aynağı gazidra bo'ladi. Shuni to'g'risida Garizon deb yozib qo'yibdi. Kelaversangiz o'zi hamma narsa bo'ladi. Pivani dim itish yo'rda ekan lekin.